baqbaqa yoki vторой подбородок deydi yoki osilib qolgan iyak deydi. Shuni uy sharoitida ketkizish. Qaranglar, effekt Michelangelo degan bir usul bor. Bu Michelangelo Buonarroti degan mashhur rassom o'tgan. Rassomchilarda bularda yuzi chiroyidan tashqari yuzi chiziqlari ham muhim rol o'ynagan. O'shaning uchun bular o'zi izlangan, topgan. Mana qadimiy kitoblarda xuddi shunaqa bitta effektni o'rgatib qo'ygan. Uy sharoitida. Bor yo'q, oddiy. Bir osh ukrop kerak bo'ladi, bir osh zering kerak bo'ladi, bir osh qoshiq ko'k choy kerak bo'ladi, bir choy qoshiq asal. Yaxshilab to'g'risiz zeringlarni bir idishga solasiz. Unga bir osh qoshiq ko'k choy solasiz, bir choy qoshiq o'sha asalni solib turib, 1 litr qaynoq suv solib 20 minut damlaysiz va shu damlamani 3 qismga bo'lib, ertalab, obedda, kechqurun ovqatdan oldin ichsangiz, ilmiy isbotlangan usuli mana shu limfodrenaj sistemasi bor. Bo'yin sohasidagi hammasidagi o'sha suvlarni haydab, yog'larni eritib, mana shu ketkizgan achchiqlarni, shishlarni ketkizib beradi. Bor yo'qi 10 kunda. Albatta, do и после rasmga olinglar, kommentariyaga yozinglar, qildimdir, natijalar bilan bo'lishinglar. Mana shu like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.